Salom, aziz tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim va shoshilinch xabar bilan bo'lishmoqchiman. Bu ma'lumot har biringizga tegishli bo'lishi mumkin. Ayniqsa agar sizning oilangizda yaqinlaringizda yoshi 6 dan oshgan nafaqaxo'rlar bo'lsa. To'g'ridan to'g'ri masalaga o'tamiz. Yaqin 4 kun ichida, atigi 4 kun ichida davlat tomonidan taqdim etiladigan yangi o'ta muhim imkoniyat ochiladi va bu imkoniyatdan faqatgina onlayn tarzda foydalanish mumkin bo'ladi. Agar siz ushbu muddatni o'tkazib yuborsangiz, ko'plab qulayliklar va eng asosiysi moliyaviy qo'llab-quvvatlashdan mahrum bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, har bir so'zga e'tibor bering. Chunki bu ma'lumot sizning kelajagingiz uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Kanalimizga hoziroq obuna bo'ling va videoga like bosing, toki bu muhim xabar boshqalarga ham yetib borsin. Muammoning asosiy mohiyati. Avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Bizning mamlakatimizda nafaqaxo'rlar uchun ko'plab imtiyozlar, ijtimoiy yordam turlari mavjud. Ammo shunday bo'lardiki, bu yordamlardan foydalanish uchun ko'pincha idoralar yurish, navbat kutish, bir qancha hujjatlarni yig'ish, bir eshikdan ikkinchisiga qatnashga to'g'ri kelardi. Bu ayniqsa yoshi ulug' insonlar uchun katta jismoniy va ruhiy qiyinchilik tug'dirardi. Misol uchun, biror yangi ijtimoiy to'lov dasturi joriy etilsa, unga ariza berish uchun pensiya jamg'armasiga borish, pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi nusxasi, bank rekvizitlari kabi hujjatlarni topshirish talab etilardi. Ko'p hollarda bitta hujjat yetishmasa, arizani qabul qilishmasdi va yana qaytadan kelishga to'g'ri kelardi. Bu jarayonlar nafaqat vaqtni, balki kuchni ham talab qilardi. Ko'pgina nafaqaxo'rlar, ayniqsa qishloq joylarda yashovchilar, bu qiyinchiliklar tufayli o'zlariga tegishli bo'lgan yordamlardan foydalana olmasdilar. Endi esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Hukumatimiz tomonidan raqamli texnologiyalarni joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Aynan shu maqsadga erishish uchun yangi davlat ijtimoiy yordam dasturi ishga tushirildi. Bu dastur nafaqaxo'rlar va keksa yoshdagi fuqarolarga moliyaviy yordam, tibbiy xizmatlarga imtiyozli murojaat qilish, kommunal to'lovlarda chegirmalar kabi bir qancha qulayliklarni taqdim etadi. Ammo bu dasturning asosiy o'ziga xosligi shundaki, unga murojaat qilish va undan foydalanish jarayoni to'liq raqamlashtirilgan. Ya'ni endi sizga biror joyga borish, qog'ozbozlik bilan shug'ullanish shart emas. Barcha jarayon maxsus davlat elektron platformasi orqali amalga oshiriladi. Eng muhim jihat shundaki, ushbu dasturga birinchi marotaba onlayn ro'yxatdan o'tish uchun maxsus va cheklangan muddat belgilangan, atigi 4 kun. Bu 4 kun ichida ro'yxatdan o'tmaganlar dastlabki yordam to'plamidan foydalana olmaydilar va keyingi imkoniyatni ancha kutishlariga to'g'ri keladi. Bu shuni anglatadiki, avvalgi byurokratik to'siqlar olib tashlangan bo'lsa-da, yangi raqamli eshik ochilmoqda va bu eshikdan o'tishni o'rganish muhim. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak, kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi kerak. Avvalo, ushbu yangi tizim qanday ishlashini va kimlarga tegishli ekanligini chuqur tahlil qilaylik. Yuqorida aytib o'tganimdek, gap yangi davlat ijtimoiy yordam dasturi haqida ketmoqda. Bu dastur ayniqsa 6 yosh va undan yuqori yoshdagi fuqarolarimizga qaratilgan bo'lib, ularning hayot sifatini yaxshilashga mo'ljallangan. Bu faqatgina moliyaviy yordam haqida emas, balki tibbiy xizmatlardan tortib, ijtimoiy madaniy tadbirlarda ishtirok etishgacha bo'lgan keng qamrovli imkoniyatlarni o'z ichiga oladi. Kim xavotirlanishi kerak? Birinchi navbatda yoshi 60 va undan yuqori bo'lgan barcha nafaqaxo'rlar, shu jumladan o'z-o'zini band qilgan, uy bekalari, nogironligi bo'lgan shaxslar, umuman pensiya oladigan yoki pensiya yoshiga yetgan har bir fuqaro. Ayniqsa quyidagi toifalar ehtiyot bo'lishi va zudlik bilan harakat qilishi shart. Hozirgacha birorta ham davlat xizmatidan onlayn foydalanmaganlar, agar sizda myPogub.uz saytida shaxsiy kabinet bo'lmasa yoki mobil ilovalardan foydalanish tajribangiz bo'lmasa, demak siz xavf zonasidasiz. 2. Qo'shimcha moliyaviy yordamga muhtoj bo'lganlar. Ushbu dastur orqali ma'lum bir miqdordagi bir martalik yoki doimiy to'lovlar olish imkoniyati mavjud. Tibbiy xizmatlardan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelayotganlar. Dastur orqali imtiyozli tibbiy ko'riklarga yozilish, ayrim dori-darmonlarni chegirmali narxda olish kabi imkoniyatlar ochiladi. 4. Qishloq joylarda yashovchilar. Ular uchun ayniqsa bu tizim qulay bo'lishi kerak. Chunki shaharga kelib ketish va navbat kutishdan ozod bo'ladilar. Kim xavotirlanmasligi mumkin? Aslida bu dastur barcha nafaqaxo'rlarga foydali bo'lishi mumkin.
Shuning uchun xavotirlanmaslik so'zini shartli ravishda ishlataman. Lekin agar siz allaqaon Mtongaguf uz orqali muntazam davlat xizmatlaridan foydalansangiz, barqaror moliyaviy ahvolga ega bo'lsangiz va qo'shimcha yordamlarga ehtiyoj sezmasangiz, tibbiy xizmatlar va boshqa ijtimoiy imtiyozlarga erkin ega bo'lsangiz, unda siz uchun bu vaziyat shunchalik shoshilinch bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir imkoniyatlardan xabardor bo'lish har doim foydali. Balki sizga foydali bo'lgan biror yangi imtiyoz joriy qilingan bo'lishi mumkin. Keling, konkret misollarga murojaat qilaylik. Birinchi misol moliyaviy qo'llab-quvvatlash. O'ylab ko'ring, 18 yoshli Toshmat boboni, u kishi qishloqda yashaydi va o'rtacha pensiya oladi. Hozirda jami xarajatlari ayniqsa qish mavsumida isitish uchun pensiyasining deyarli yarmini tashkil etadi. Agar u yangi davlat ijtimoiy yordam dasturi orqali ro'yxatdan o'tsa, har oyda ma'lum miqdorda, aytaylik, 150 ming so'm miqdorida kommunal xarajatlar uchun kompensatsiya olishi mumkin. Bu kompensatsiya to'g'ridan to'g'ri uning bank kartasiga o'tkaziladi. Agarda Toshmat bobo ushbu muddat kun ichida onlayn ro'yxatdan o'tmasa, u bu imkoniyatni hozircha qo'ldan boy beradi. Keyingi ro'yxatdan o'tish oynasi qachon ochilishi noma'lum bo'lishi mumkin. Ehtimol 6 oydan keyin yoki 1 yildan keyin. Bu esa har oy 1 ming so'm. Ya'ni 6 oyda 900 ming so'm, 1 yilda 1 ming so'm daromaddan mahrum bo'lish deganidir. Bu kabi qo'shimcha mablag' Toshmat bobo uchun dori-darmon sotib olish, oziq-ovqat xarajatlarini qoplash yoki nabiralarga sovg'a olish uchun juda foydali bo'ladi. Hozirgacha u bunday yordam olish uchun har qanday qog'oz arizani yozayotganda ko'p yugurib elardi. Endi esa bir necha daqiqa ichida onlayn ariza topshirish imkoni bor. Ikkinchi misol, tibbiy xizmatlarga imtiyozli kirish. 12 yoshli Dilorom opani tasavvur qilaylik. Uning qon bosimi baland va muntazam shifokor nazoratida bo'lishi kerak. Avvalgi tizimda u poliklinikaga borib, navbatda turib, vrach qabuliga yozilish uchun ancha vaqt sarflardi. Ko'pincha qabul vaqti uzoq muddatga belgilangan bo'lardi. Yangi dastur orqali ro'yxatdan o'tgach, Dilorom opa maxsus bo'lim orqali o'zi uchun qulay bo'lgan vaqtga shifokor qabuliga onlayn yozilishi mumkin. Bundan tashqari, unga ma'lum kasalliklar uchun dorixonada chegirmalar taqdim etilishi mumkin. Aytaylik, uning yurak dorilari uchun har oy o'tin permanent chegirma taqdim etiladi. Bu har oy 50 ming so'm tejash degani. 1 yilda esa 600 ming so'm iqtisod qilinadi. Bu o'z navbatida uning salomatligini yaxshilashga va moliyaviy yukini kamaytirishga yordam beradi. Agar dat kun ichida ro'yxatdan o'tmasa, bu imtiyozlardan foydalana olmaydi. Uchinchi misol, hujjatlarni rasmiylashtirishda qulaylik. 62 yoshli Botir aka pasportini almashtirishi yoki pensiya guvohnomasidagi ma'lumotlarni yangilashi kerak. Ilgari bu kabi jarayonlar uchun u pasport stoliga yoki pensiya jamg'armasiga borishi, uzoq navbatlarda turishi, bir qancha blankalarni to'ldirishi va keyin natijani kutish kerak edi. Yangi davlat ijtimoiy yordam dasturi platformasiga ro'yxatdan o'tgach, u Mytongakov uz orqali barcha zarur ma'lumotlarni elektron shaklda yuborishi va hujjatlarni yangilash uchun arizani onlayn to'ldirishi mumkin. Masalan, uning pensiya guvohnomasidagi familiyasi o'zgargan bo'lsa, uni to'g'irlash uchun bir necha marta idoraga borishga hojat qolmaydi. Barcha jarayon onlayn amalga oshiriladi va tayyor hujjatni belgilangan joydan borib olish yoki pochta orqali yetkazib berish imkoni mavjud bo'ladi. Bu unga nafaqat vaqtni, balki transport xarajatlarini ham tejaydi. Bu kabi xizmatlar uchun ham dastlabki ro'yxatdan o'tish muhimdir. Asosiy qism 2. Qoidalar, tuzoqlar va noaniq nuanslarga istisnolar. Albatta, har qanday yangi tizimda o'ziga xos istisnolar. E'tibor berish lozim bo'lgan tuzoqlar va noaniq nuanslar mavjud. Ularni bilish sizni ko'pgina muammolardan saqlaydi. Istisnolar. Smartfon yoki interneti yo'q nafaqaxo'rlar. Agar menda smartfon bo'lmasa yoki internetga kira olmasam nima bo'ladi degan savol tug'ilishi tabiiy. Hukumatimiz bu masalani ham inobatga olgan. Bunday holatlarda nafaqaxo'rlar o'z oila a'zolaridan, farzandlari, nabiralari, mahalladoshlaridan yordam so'rashlari mumkin. Eng muhimi, ularning shaxsiy kabinetiga kirish uchun elektron imzo, e-imzo yoki mobil ID orqali tasdiqlash talab qilinadi. Shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash uchun boshqa shaxslar orqali ro'yxatdan o'tayotgan juda ehtiyot bo'lish kerak. Bundan tashqari, har bir mahallada faoliyat yurituvchi mahalla yetiligi a'zolari, ayniqsa yoshlar yetakchisi yoki hokim yordamchisi shu kabi masalalarda ko'mak berishga tayyor. Ular maxsus o'quv kurslaridan o'tgan bo'lib,
nafaqaxo'rlarga onlayn ro'yxatdan o'tishda yordam berish uchun mas'ul etib belgilangan. Ya'ni hech kim e'tiborsiz qoldirilmaydi. Faqatgina o'zingiz harakat qilishingiz yoki yordam so'rashingiz kerak. 2. Chekka hududlarda yashovchilar. İnternet aloqasi sust bo'lgan joylarda ham bu muammo bo'lishi mumkin. Bunday hollarda mahalliy pochta bo'limlari yoki davlat xizmatlari markazlarida maxsus raqamli burchaklar tashkil etilgan bo'lib, u yerda bepul internet va kompyuterlardan foydalanish imkoniyati mavjud. Shuningdek, u yerdagi xodimlar ham sizga yordam berishlari mumkin. Tuzoqlar va xatolar 1. Firibgarlar. Raqamli texnologiyalar rivojlanishi bilan birga firibgarlik holatlari ham ko'paymoqda. Sizga davlat yordam beramiz deya yolg'on ilovalar yoki veb saytlarga kirishingizni so'rashlari mumkin. Har doim faqatgina rasmiy manbalardan my.gov.uz davlat xizmatlari markazi veb sayti foydalaning. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni, bank karta raqamingizni, parollaringizni begona shaxslarga aytmang. Davlat organlari sizdan hech qachon SMS orqali yoki telefon orqali bank karta ma'lumotlaringizni so'ramaydi. E'tiborli bo'ling. Agar sizga juda katta summa va'da qilinib, buning evaziga kichik bir to'lov so'ralsa, bu aniq firibgarlikdir. Texnik qiyinchiliklar. Ilova noto'g'ri ishlashi, serverlar band bo'lishi yoki internet uzilishi kabi texnik muammolar yuzaga kelishi mumkin. Bunday hollarda vahima qilmang. Bir necha daqiqadan so'ng qayta urinib ko'ring yoki yordam markaziga murojaat qiling. Ularning aloqa raqamlari videoning keyingi qismida beriladi. 3. Noto'g'ri ma'lumot kiritish. Arizani to'ldirishda ma'lumotlarni juda diqqat bilan kiritish kerak. Pasport seriyasi, raqami, bank hisob raqami kabi ma'lumotlardagi bitta xato ham arizangizni rad etilishiga yoki mablag'larning noto'g'ri manzilga o'tkazilishiga sabab bo'lishi mumkin. Arizani yuborishdan oldin har bir qatorni kamida 2 marta tekshirib chiqing. Agar xato qilib qo'ygan bo'lsangiz, ko'pchilik tizimlarda arizani qayta tahrirlash yoki bekor qilish imkoniyati mavjud bo'ladi. Agar bunday imkoniyat bo'lmasa, zudlik bilan yordam markaziga bog'laning. Noaniq nuanslar. Elektron imzo, e-imzo talabi. Ko'pgina davlat xizmatlaridan foydalanishda elektron imzo talab qilinadi. Agar sizda hali e-imzo bo'lmasa, uni davlat xizmatlari markazidan olishingiz mumkin. Bu jarayon nisbatan tez va oson. Ba'zi xizmatlar uchun mobil ID, mobil telefon ulangan shaxsiy identifikatsiya tizimi ham kifoya qilishi mumkin. Bu esa ancha qulay. 2. Brauzer va operatsion tizim talablari. Ba'zi platformalar ma'lum bir brauzerlar, Chrome, Firefox yoki operatsion tizim versiyalari, Androidning so'nggi versiyalari bilan yaxshi ishlaydi. Agar ilova noto'g'ri ishlayotgan bo'lsa, brauzerni o'zgartirib ko'ring yoki qurilmangizning dasturiy ta'minotini yangilang. 3. Moliyaviy yordam olish uchun sizning bank kartangiz tizimga bog'langan bo'lishi talab etiladi. Odatda bu tizimda ro'yxatdan o'tish jarayonida amalga oshiriladi. Kartangizning amal qilish muddati, PFK kodi kabi ma'lumotlarni kiritishda diqqatli bo'ling. 4. Muddatni o'tkazib yuborish oqibatlari. Eng muhimi, 4 kunlik muddat. Bu muddat dastlabki ro'yxatdan o'tish uchun belgilangan. Uni o'tkazib yuborish dasturning ushbu bosqichida taqdim etiladigan barcha imtiyozlardan va moliyaviy yordamdan mahrum bo'lishga olib keladi. Keyingi ro'yxatdan o'tish oynasi qachon ochilishi aniq emas va bu uzoq vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun hozirgi imkoniyatni qo'ldan boy bermaslik kerak. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerakligi bo'yicha aniq qadamlar. Endi esa eng muhim qismga keldik. Siz nima qilishingiz kerak? Qanday qadamlar qo'yishingiz kerak? Sizga aniq va tushunarli yo'riqnomani taqdim etaman. Birinchi qadam eligibility muvofiqligini tekshiring. Eng avvalo, siz 10 yosh va undan yuqori yoshdagi nafaqaxo'r ekanligingizga ishonch hosil qiling. Bu dastur aynan shu toifadagi fuqarolarimiz uchun mo'ljallangan. Agar siz ushbu yosh toifasiga kirsangiz, keyingi qadamlarga o'ting. Ikkinchi qadam, mos keladigan qurilmani tayyorlang. Sizga internetga ulanish imkoniyati mavjud bo'lgan smartfon, planshet yoki kompyuter kerak bo'ladi. Agar sizda shaxsiy qurilma bo'lmasa, oila a'zolaringizdan yoki yordamchi tashkilotlardan foydalanishingiz mumkin. Qurilmangizning operatsion tizimi, Android yoki iOS so'nggi versiyalarga yangilanganligiga ishonch hosil qiling. Bu ilovalarning barqaror ishlashini ta'minlaydi. Uchinchi qadam, internet aloqasini tekshiring. Barqaror internet aloqasi juda muhim. Agar uyda Wi-Fi bo'lmasa, mobil internetdan megabaytlaringiz yetarli ekanligiga ishonch hosil qiling, foydalanishingiz mumkin. Pochta bo'limlari yoki davlat xizmatlari markazlarida bepul Wi-Fi nuqtalari ham mavjud.
To'rtinchi qadam. Rasmiy platformani yuklab oling yoki unga kiring. Dasturga ro'yxatdan o'tish uchun ikki asosiy yo'l bor. Yani mobil ilova orqali smartfoningizga my.uz mobil ilovasini yuklab oling. Bu ilova Google Play Market, Android telefonlar uchun yoki App Store, iPhone uchun do'konlarda mavjud. Ilova nomini to'g'ri yozishga e'tibor bering, firibgar ilovalardan ehtiyot bo'ling. Ilova logotipi davlat xizmatlari logotipiga mos kelishiga ishonch hosil qiling. Ikki veb-sayt orqali agar kompyuterdan foydalanayotgan bo'lsangiz, rasmiy my.uz veb-saytiga kiring. Sayt nomi to'g'ri yozilganligini 2 marta tekshiring. My.uz 5-qadam. Ro'yxatdan o'tish jarayoni boshlang. Agar sizda my.uzda shaxsiy kabinetingiz bo'lmasa, avval ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Buning uchun sizga quyidagi ma'lumotlar kerak bo'ladi. Pasport ma'lumotlari, seriyasi, raqami tug'ilgan sanasi. Jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami jashshir. U sizning imzoingizga yoki mobil idingizga bog'langan bo'lishi kerak. Agar sizda allaqachon shaxsiy kabinet mavjud bo'lsa, tizimga kiring. Kirish uchun siz mobil ID, mobil telefon orqali tasdiqlash yoki e-imzo elektron imzodan foydalanishingiz mumkin. Bu eng xavfsiz va tezkor usullar. Agar imzoingiz bo'lmasa, mobil ID'dan foydalanishni tavsiya qilaman. Buning uchun mobil aloqa operatoringizga murojaat qilib, mobil ID'ni faollashtirishingiz kerak bo'ladi. 6-qadam. Davlat ijtimoiy yordam dasturi bo'limini toping va arizani to'ldiring. Tizimga kirganingizdan so'ng xizmatlar bo'limiga o'ting va nafaqaxo'rlarga yordam yoki davlat ijtimoiy yordam dasturi deb nomlangan bo'limni toping. Agar bu bo'limni topa olmasangiz, sayt yoki ilovaning qidiruv maydonchasiga pensiya yordam yoki ijtimoiy deb yozib qidiring. Bo'limga kirgach, sizga ariza shakli taqdim etiladi. Arizadagi barcha savollarga aniq va to'g'ri javob bering. Odatda tizim sizning asosiy ma'lumotlaringizni, pasport, GSS shir avtomatik tarzda to'ldiradi. Sizdan qo'shimcha ma'lumotlar, masalan, bank karta raqamingiz, yashash manzilingiz, oilaviy ahvolingiz va ehtiyojlaringiz haqidagi ma'lumotlar so'ralishi mumkin. Barcha maydonlarni to'ldirgandan so'ng, kiritilgan ma'lumotlarni diqqat bilan tekshiring. Xato yo'qligiga ishonch hosil qiling. 7-qadam. Arizani yuboring va tasdiqlashni kuting. Arizani to'ldirib bo'lgach, uni e-imzoingiz yoki mobil idingiz orqali tasdiqlab, yuborish tugmasini bosing. Sizning arizangiz muvaffaqiyatli qabul qilinganligi haqida bildirishnoma olasiz. Odatda arizani ko'rib chiqish ma'lum vaqtni oladi. Ba'zi xizmatlar uchun bu bir necha soat, boshqalar uchun bir necha kun bo'lishi mumkin. Siz arizangizning holatini my.gov o'z shaxsiy kabinetingiz orqali kuzatib borishingiz mumkin. 8-qadam. Muammolarga duch kelsangiz nima qilasiz? Agar ro'yxatdan o'tish jarayonida qiyinchiliklarga duch kelsangiz, quyidagi manbalarga murojaat qiling. Davlat xizmatlari markazlarining yagona aloqa markazi. BNB.TK raqamiga qo'ng'iroq qiling. U yerda malakali operatorlar sizga barcha savollaringizga javob beradi va texnik yordam ko'rsatadi. Mahalla fuqarolar yig'inidagi mas'ul shaxslar, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi yoki xotin-qizlar faoli sizga bevosita yordam berishi mumkin. Davlat xizmatlari markazlari. Agar mobil ilova yoki veb-sayt orqali mustaqil harakat qilish qiyin bo'lsa, siz yashash joyingizdagi davlat xizmatlari markaziga tashrif buyurishingiz mumkin. U yerda maxsus xodimlar sizga ro'yxatdan o'tish va ariza topshirishda yordam berishadi. Bu markazlar ko'pincha bir darcha tamoyili asosida ishlaydi va barcha sharoitlar yaratilgan. Yana bir bor eslatib o'taman. Hozirda sizda atigi dar kun vaqt bor. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. O'zingiz uchun yoki yaqinlaringiz uchun hoziroq harakatni boshlang. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz do'stlar, bugungi videoyimizda men sizga 6 yosh va undan yuqori yoshdagi nafaqaxo'rlarimiz uchun ochilayotgan yangi o'ta muhim davlat dasturi va unga ro'yxatdan o'tishning shoshilinch muddati haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qildim. Bu shunchaki yangi bir ilova emas, balki keksa yoshdagi fuqarolarimizning hayotini sezilarli darajada yaxshilashga qaratilgan keng qamrovli e'tibor va qo'llab-quvvatlash tizimining muhim bir qismidir. Raqamli texnologiyalar hayotimizni osonlashtirish uchun xizmat qiladi va biz ulardan unumli foydalana olishimiz kerak. Bu imkoniyatni o'zingiz uchun ham, yaqinlaringiz uchun ham qo'ldan boy bermang. Bu video orqali sizga qisqa vaqt ichida juda muhim qaror qabul qilishda yordam bera oldim deb umid qilaman. Agar sizda savollar tug'ilgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Har bir savolingizga javob berishga harakat qilaman. Bu videoni sizningcha kimga ko'rish kerak deb o'ylaysiz?
uni darhol o'zingizning ijtimoiy tarmoqlaringizda baham ko'ring, guruhlarga yuboring, chunki bu ma'lumot kimningdir taqdiriga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Videoga like bosishni unutmang va albatta kanalimizga obuna bo'ling. Chunki biz sizga doim eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni yetkazishda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling va raqamli imkoniyatlardan unumli foydalaning. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.